Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Sino shifoxonasi bosh shifokori Umidjon Nishonov. Azizlar, bugun sizlar bilan quloqning Menier kasalligi haqida gaplashamiz. Menier kasalligi bu ichki quloq endolimfa suyuqligining bosimini ortish hisobiga vaqti bilan xurujsimon bosh aylanishiga, quloqda shovqin, ko'ngil aynish va eshitishda pasayishi bilan kechadigan kasallikdir. Menier kasalligi 10 mingta odamga bitta bemor to'g'ri keladi. Ayollar va erkaklarda nisbat deyarli bir xil. Aksariyat bemorlar 40-50 yoshda kasallana boshlanadi. Bu kasallikni ayrim adabiyotlarda endolimfatik gidropsis deb ataladi. Kasallikni 1981-yil Prosper Menier fransuz olimi tomonidan aniqlangan va to'liqcha ifodalanib berilgan. Kasallik ko'pincha bir tomonlama, ayrim insonlarda 30% bemorlarda ikki tomonlama ham uchrashi mumkin. Kasallikni keltirib chiqaruvchi aniq bir fakt yo'q, lekin turli-tuman nazariyalar bor. Shulardan turli tuman virusli kasalliklar oqibatida nasliy faktorlar, qon tomir nazariyalari, moddalar almashinuv buzilishi, endokrin buzilishlar, ayniqsa estrogenlar yetishmovchiligi va hokazo. Menier kasalligining klassifikatsiyasida koxlear, vestibulyar va klassik turlari farqlanadi. Koxlear formasida deyarli bu kasallikning yarmidan tashkil qiladi. Bu kasallikda bemorlarimizni ko'p qismda eshitishni o'tkir pasayishi va quloqlarda turli-tuman shovqinlar farqlanadi. Vestibulyar forma Menier kasalligining 20% ni tashkil qiladi. Bu formasida deyarli xurujsimon bosh aylanishiga, turli vestibulyar buzilishlarga olib keladi. Klassik turida vestibulyar va koxlear simptomlar bir vaqtning o'zida paydo bo'ladi. Xurujsimon bosh aylanishiga, quloqda shovqinlarga va eshitishni o'tkir pasayishiga olib keladi. Har bir simptomlarni alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, shulardan biri bosh aylanishidir. Sog'lom odamda sababsiz boshlanadi. Bemorlarimiz o'ta ruhiy zo'riqqanda, aqliy faoliyat bilan shug'ullanganda, o'tkir tovushlardan keyin paydo bo'lishi mumkin. Ayrim bemorlar bu holatda bir necha soat avval yoki bir necha kun avval sezish qobiliyatiga ham egadir. Bosh aylanishi bemorlarimizda aylanish boshlanganda xurujsimon boshlanib, bir tomonga nisbatan boshlanadi. Xuddi jismlar uning atrofida aylanayotganga o'xshaydi. Bemorlar tubsiz chuqurlikka tushib ketayotganga o'xshaydi. Bosh aylanish davrida turli-tuman harakatlar, boshni qimirlatish, o'rnidan turish, holatini o'zgartirish bu bemorlarda bu bosh aylanish xurujini kuchaytirishga olib keladi. Hattoki yorug'lik, o'tkir tovush ham kuchaytirishi mumkin. Keyingi simptomlardan biri eshitishni pasayishidir. Bu holatda quloq tovushni qabul qilish va o'tkazish tipida buzilishlar paydo bo'ladi. Avvallari pastda chastotadagi tovushlarning eshitishni pasayishi, so'ngra esa yuqori chastotada ham o'zgarishlar paydo bo'lib qoladi. Bemorlarda ayrim hollarda fluktuatsiya fenomeni musbat bo'ladi. Ya'ni eshitish avvallariga pasayib, ayrim hollarda eshitish yaxshi holatga ham olib kelib qoladi. Keyingi simptomlardan biri bu quloqdagi shovqin. Bemorlarni juda qattiq bezovta qiladigan, asabini izdan chiqaradigan darajadagi shovqinlardir. Xuruj vaqtida ayniqsa juda ham kuchli bo'ladi. Kasallikning klinik kechishi bo'yicha 3 ta bosqich farq qiladi. Og'ir darajasi, o'rta og'ir darajasi va yengil darajasi. Og'ir darajasida xurujlar har kuni kun ora davom etadi. Xurujlar davomiyligi 5 soat va undan yuqori namoyon bo'ladi. Klinik simptomlar yuqorida aytilgan hamma klinik simptomlar kuzatiladi va ular yorqin namoyon bo'ladi. Davo muolajalari yaxshi natija bermaydi. Xurujlar oraliq masofasi juda qisqa bo'ladi. O'rta og'ir darajasi. Kasallikning xurujlar oralig'i haftada bir yoki oyda bir marotaba bo'lishi mumkin. Davomiyligi 5 soatgacha bo'ladi. Xurujlar davrida ishlash qobiliyati to'liqcha pasayadi. Ma'lum bir muddat o'tgandan so'ng bemor asl holatiga qaytadi. Eshitish faoliyati pasayib boradi, to'liqcha tiklanmaydi. Kasallikning yengil formasida xurujlar oyda bir yoki bir necha oyda yoki bir necha yillarda ham davom etishi mumkin. Xurujlar oralig'ida bemor o'zini ancha yaxshi his qiladi va sog'lom sezishlari ham mumkin. Klinik belgilari eshitish faoliyati ayniqsa xurujlar davrida pasayganga o'xshash va remissiya davrida o'zini to'liqcha tiklab ola oladi. Bemorlar xurujdan keyin 8-48 soat davomida o'zlarini lanj, ishga layoqsizroq sezadi va xurujlar o'tib ketgandan bir necha kundan keyin o'zini tiklash qobiliyatiga ega bo'ladi. Kasallikning diagnostikasida asosan bemorlarning shikoyati, xurujlari va xurujlarning davomiyligi, xurujlardan keyin bemorlarning o'zini qanday his qilishi, bemorlarga vestibulyar va vegetativ o'zgarishlar, qo'shimcha sinamalar, bulardan kalorik sinama, kupilometriya, glisirol test va akkumetriya usullari fluktuatsiya fenomeniga qarab turib qo'yiladi. Menier kasalligini davolashda bemorlarda bosh aylanish xuruji, eshitish faoliyatini pasayishiga qaratilgan chora-tadbirlar qilinadi. Bularga bemorlarga psixologik yordam ko'rsatish, ovqatlanish tartibini o'zgartirish, xuruj vaqtida
bu vaziyatdan qanday chiqib ketish haqida o'rgatiladi. Bemorlar xuruj davrida shifoxonada davolanishadi. Ular yotgan xonada o'tkir yorug'lik, shovqin man etiladi. Ovqatlanishda bemorlarga tuzi past, yengil taomlar, suyuqlik miqdorini cheklash tavsiya qilinadi. Bemorlarga massaj, akupunktura, davolovchi mashqlar yaxshi naf beradi. Menier kasalligini davolashda dori-darmonlardan degidratatsiyalovchilar, metabolitlar, mikrosirkulyatsiyani yaxshilovchilar, ichki quloq qon tomirini kengaytiruvchi dori-darmonlar va miotimal blokadalar, vitaminlar qo'llaniladi. Bemorlarga konservativ usul naf bermasa, jarrohlik amaliyoti tavsiya qilinadi. Ulardan endolimfatik shuntlash, neurektomiya, skarbektomiya tavsiya qilinadi. Hozirgi kunda 70-80% bemorlarga endolimfatik shuntlash yaxshi natija berib kelmoqda va bemorlarning umumiy ahvoli yaxshilanishiga olib kelmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan bugun Menier kasalligi bo'yicha qisqacha tanishdik. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. E'tibor uchun rahmat.